Bugungi kunda darslarni interaktiv platformalar yoki bo'lmasam interaktiv metodlar bilan tashkil etish dolzarb va muhim masalalardan biri hisoblanadi. O'quvchini darsga qiziqtirishda birinchi navbatda o'qituvchiga bog'liq ko'p narsa. Shu sababli ham bugun huquqshunoslik fanlarini o'qitishda zamonaviy, ilg'or hamda interaktiv metodlardan samarali foydalanishning bir qancha usullarini ko'rsatib bermoqchiman. Umumiy ma'noda sun'iy intellekt bilan vaqt analizi mashqlari ham huquqiy fanlarni o'qitishda juda katta qo'l keladi, chunki o'quvchilar bugungi kunda sun'iy intellektdan juda ko'plab foydalanishadi va uni eng foydali jihatlarini aynan huquq fanlarida o'rganishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari darslarda muddatlar labirinti kabi interaktiv escape room metodidan foydalanish ham juda katta samara beradi deb hisoblayman, chunki huquqshunoslik fanlarida bilamiz, o'quvchilar eng katta yo'l qo'yadigan xato bu diqqatni jamla olmaslik. Bu metod aynan o'quvchilarga diqqatni jamlashda juda katta foyda beradi. Guruhlarga interaktiv metodlar orqali har xil huquqiy vaziyatlar taqdim etish, huquqiy vaziyatlarni javobini topsagina bu xonadan chiqishga ruxsat berish o'quvchilarni darsga qiziqtiribgina qolmay, ularni diqqatini yaxshi jamlab berishga foyda beradi deb hisoblaymiz. Keyingisi QR kodli huquqiy marshrut metodi. Bu o'quvchilarni darsga qiziqtirishda eng katta samara beradigan metodlardan hisoblanib, zamonaviy metodlardan biri hisoblanadi. QR kod ostida yashiringan savollarning javobi ikkinchi QR kod ostida bo'ladi. Bu esa o'quvchilarda darsga nisbatan qiziqishlarini va o'zlarini vaqtlarini o'zlari analiz qilib, vaqtni to'g'ri taqsimlashlariga ham yordam beradi. Legal data hack huquqiy data tahlil metodi. Bunda o'quvchilar umumiy ma'noda internet vositalaridan yoki bo'lmasam ChatGPT, Copilot shu kabi sun'iy intellekt vositalaridan foydalangan holda umumiy mavzular yuzasidan savol-javob tuzishlari va buni o'zlari tuzibgina qolmay, o'zlari savol-javobda ishtirok etishlari orqali yangi mavzuni mustahkamlashlarida katta yordam beradi. Umuman qilib aytganda, bunaqa metodlar juda ko'p va samarali tarz tashkil etishda aytmoqchimanki, har bitta fanga o'sha mavzu doirasida va o'quvchilarni qiziqtira oladigan metodlardan foydalanganlik darajasi yaxshi samara beradi deb hisoblayman. Hozir biz sizlar bilan yuridik javobgarlik va huquqbuzarlik mavzularida eng yaxshi samara beradigan QR kodli marshrut va legal market huquqiy bozor metodlarini ko'rib chiqamiz. Sizga topshiriqlar mazmuni yuzasidan qisqa audio eshittiraman. Bu audioni tinchlikda, diqqat bilan eshitishingizni iltimos qilardim va audio tugagandan keyin hamma eshikning oldiga boradi va birin-ketin o'zini guruhini tanlab, tezda o'zini guruhiga joylashadi. Xo'pmi? Bugungi o'yinda sizdan eng faol ishtirokchi bo'lish va chaqqon bo'lish talab etiladi. O'yinni qanaqa o'tishi menimcha audioni ohangidan hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Guruhlarga bo'lishda bu usuldan foydalanish juda katta samara beradi, chunki guruhlardagi potensial, ya'ni kuchlar soni shunda tenglashadi. Birinchi metod QR kodli marshrut metodi. Metodni tashkil etish tartibini tushuntiraman. Devorga QR kodlar yopishtirganmiz. Qaysi jamoani QR kodi ekanligi qalam bilan yozib qo'yilgan. Jamoalardan bir kishi chiqib, QR kodlarni skanerlab, QR kod ostidagi savolni topish kerak. Savolni javobi esa men sizga tarqatib beradigan konvertlarning ichida bo'ladi. Siz javobni to'liq shaklda yig'ib topshirasiz. Hozir mana men telefonda qilasiz. O'zi siznikida bo'ldi. Inobatga. Advokatlar. Yaxshi. Nima ekan javobi? Yaxshi. Birinchi bo'lganlari uchun yashil kartochka beramiz. Uning uchun sariq kartochka beraman. Hadi qo'llab-quvvatlaymiz. Xo'p. Kimdir yig'ish kerak, kimdir skaner qilib kelish kerak, to'g'ri skaner qilish masalan, shunaqa masalalarda ham ko'proq yordam beradi. Endi ikkinchi metodga o'tishdan oldin yana bir marta turamiz. Men sizga harakatlarni ko'rsataman, meni orqamdan qaytarasiz. Klass deganimda hamma bir ovozdan klass deydi. Energiya bormi deganimda hamma bir ovozdan nima deydi? Bor deydi. Tushunarli, a? Xo'p, qo'limiz yonga, pastga, yonga, pastga, tepaga. Energiya bormi? Yo'q. Ikkinchi metodimiz legal market metodi, huquqiy bozor metodi deyiladi. Bugun siz o'z mahsulotingizni hosil qilasiz va uni bozorda sotasiz. Hozir sizga konvertlar beraman. Konvertlarning ichida siz tayyorlashingiz kerak bo'lgan mahsulot uchun retsept bor. O'sha retsept asosida 3 daqiqa vaqt ichida o'sha mahsulotni tayyorlashingiz kerak va uni bozorga taqdim etasiz. Bozordagi xaridorlar uni sotib olishlari kerak. Qaysi jamoa eng ko'p natijada sotsa, ya'ni ko'p pulga sotsa, o'sha jamoa g'olib bo'ladi va u ikkinchi o'yinda qoladi. Konvertlarimiz har xil rangda. Xohlasalaring tanlash imkoniyati bor. Yaxshi. Mana sizga 4 ta retsept bor.
4 ta retseptdan bittasi, diqqat bilan eshitib turasiz. Retseptlarga o'tishdan oldin aytay, hammani konvertining ichida $500 dan pul bor. $500 bormi? Bor. Bu sizga faqatgina bozorda savdo qilish imkoniyatini beradi. Mahsulot sotib olishingiz mumkin xolos. Sizni mahsulotingiz sotilgan pul sizniki hisoblanadi. Oxirida pullarni hisoblaymiz. Kim ko'p, ya'ni ko'proq summaga sotgan bo'lsa mahsulotini, o'sha jamoa g'olib bo'ladi. Endi tushuntirib chiqaman. 4 ta retsept bor. Birinchi retsept mini sud jarayoni retsepti. Bu jarayonni siz 3 daqiqa ichida sahnalashtirib, bizga mahsulotingizni 2 daqiqa ichida ko'rsatib berasiz. Hamma tayyor retsepti bor. Ikkinchisi mem tayyorlash. Bu yangicha texnologiya. Buni deyarli hamma fanda qo'llash mumkin bo'lgan texnologiya hisoblanadi. Mem bu siz o'sha jarayonni ibora orqali va rasm orqali tasvirlab berasiz. Kimga mem tushgan bo'lsa bitta oq list beraman. Qiziqarli o'sha sizga tushgan vaziyatni bitta rasm va qiziqarli ibora orqali tasvirlab berasiz. Bu o'sha o'quvchilarda nimani shakllantiradi? Birinchidan vizual tafakkurni, ya'ni rasm chizishga bo'lgan va o'sha jarayonni tasvirlashga bo'lgan holatni va ikkinchi navbatda so'z boyligini ham oshiradi. Yana bitta jamoaga menimcha case tushgan. Case endi oson, uni bemalol yechib javobini taqdim etsangiz bo'ladi. Bu ham bozordagi bitta mahsulot. Oxirgi jamoaga esa video tasvirga olish tushgan. Siz berilgan vaziyatni 3 daqiqa ichida syomka qilib, biz ekranga tashab qo'yasiz, biz uni ko'rsatib beramiz. Tushmagan. Kim zo'r ko'rsatib tushuntiradi? Video bizga Ha? o'sha jarayon. Menmi? 1 daqiqadan ozgina oshiqroq vaqtlaring qoldi. Domla, iloji kengayib boradi. to'g'ri. Aha, yaxshi. Demak, pulni qo'lga tushgan, unga nisbatan ana rahmat sifatida bergan. rahmat sifatida berilgan. Faxriddin ismli shaxs o'zini mansabini suiiste'mol Hal bo'lmaydi deb aytdi. Men bunga rozi bo'lmadim. Shuning telefon topib oladi. Boshida yo'qolgan desangiz, masalan, o'qituvchi Kerak edi vaziyatni oydinlashtirish uchun. ishtirokchilar, demak bu kishiniki bilasanmi, Nilufar o'qituvchiga pul bergan gapga qoldirish asos bo'ladi. Rahmat. Endi bu videoni qarang, guruh 4 yoki 5 darsdan keyin o'quvchilarga shunaqa dars tashkillashtirsangiz, ular o'zini jamoat joyida qanaqa tutish kerak va eng muhimi, bu simulyatsiya o'quvchiga o'sha jarayonni his qilish imkoniyatini beradi. Birinchi sudyalar jamoasi bizga case taqdim etishdi va casening yechimlarini taqdim etishdi. Kim qanchaga sotib oladi? Qanchaga baholaymiz va qanchaga sotib olamiz? Kim sotib oladi? Mahsulotini eng qimmat narxga sotgan jamoa tergovchilar jamoasi bo'ldi. Olqishlab qo'yamiz. Legal market metodi o'quvchilarga o'sha jarayonni o'zlarida his qilib ko'rish va jarayonni boshdan kechirish imkoniyatini beradi. Bu ularda qaror qabul qilish, vaqtni to'g'ri taqsimlash va boshqa ko'plab xususiyatlarni shakllantirishga yordam beradi. Huquqiy bilimlar beribgina qolmaydi. Ikkinchi metodimiz bu men kimman metodi. Bu o'sha tushunchalarni va ta'riflarni o'quvchilarga eslab qolishda yordam beradi va yuz mimikalari orqali ko'rsatgan paytda o'quvchilar bir-birini tushunishiga yoki bir-birini qo'llab-quvvatlashiga ham turtki bo'ladigan, eng muhimi fanga nisbatan qiziqishini orttiradigan metodlardan biri.